mahallasiga Agrobank tuman Agrobank kiritilgan. Kiritilgandan keyin boyagi biz asosiy qiladigan ishimiz mana shu mahallada ishsizlarni ish bilan ta'minlash, kambag'allikdan xoli hududga aylantirish masalamiz, eng asosiy masalamiz shu bo'yicha bank tomonidan bu mahallaga kreditlar ajratiladi. Bu yerda bank tomonidan bitta mahalla bankiri, mahalla agentligi bor, Dilshod mahalla bankimiz javob. Mana shular hozir javob shu mahallada beriladigan kreditlar bo'yicha to'liq tushuncha berib o'tadi. Mahalla bankini shu mahallaga kiritilgan. Mahallada ishsiz fuqarolarga shu aktivlarimiz bor. O'zimiz bank qilgan shaxslarga biznesga ko'mak kirish dasturimiz bor. 17 milliongacha ajratiladi. 4 yilga 6 oy imtiyozlari bilan 25% kantiga to'liq tushadi. O'tkazma bunaqa qilinmaydi, kantiga tushadi. Olmoqchi bo'lgan sigiringizni yoki tovuqingizni o'zingiz borib savdolashib, bozorda shunday olsangiz bo'ladi. Mahalla xaskir dasturimiz bor. 50 milliongacha, maksimal summasi 50 milliongacha ajratiladi. Muddati 5 yil, 2 yil imtiyozlari bor. 2 yil faqat foiz to'lab turasizlar, keyin asosiy qarz 3-yilga boshlab chiqadi. Bunga foiz 25%, yo'q xuddi shunday o'tkazma emas, faqat kantiga to'liq tushadi. Kafillik asosida ajratiladi mahalla xaskir. Biznesga ko'mak 17 million emas, ham kafillik ham sug'urta bo'lish asosida ajratiladi. Yana bir kreditimiz bor, u 100 million so'mgacha ajratiladi, faqat yuridik shaxslarga. Yakkatartdan tadbirkor, emchi yoki oilaviy korxona bo'lsa, ishlab chiqarish faoliyatini kengaytirish yoki bir savdo bagajini jihozlash yoki bir nimadir ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish bo'lsa, o'sha yuridik shaxslarga 5 yilga, u ham 2 yil imtiyoz davri bilan 21% dan ajratiladi. Faqat o'tkazma yo'l bajariladi. Sug'urtasi ham, kafilligi ham yo'q uni. Shunday tadbirkorlik qilaman deganlar 100 million so'mgacha ajratiladi. Faqat bitta talabi 1 yil tadbirkorlik ochilganidan keyin 1 yil oshgan bo'lishi kerak. Ilk tarix toza bo'lishi kerak. Yana bitta yo'nalishda beriladi. Oldin misol aka oilaviy tadbirkorlikka kirit olgan. O'sha yangi tadbirkor olsa bu akaga beriladi. Uni summasi 100 million so'mgacha sug'urta bilan 100 milliondan 300 million so'mgacha maksimal summa. 100 milliondan oshgan qismiga likvidli ma'lumot kiritiladi. Hozir 17 millionga kafil qilingan. To'g'ri sug'urta asosida beriladi. Yo'q, kafil kerakmi yo'qmi? Yo'q, kafillik bilan olsangiz bo'ladi, sug'urta to'lamaysiz. Sug'urta to'lovi bor. Kafil bo'ladigan bo'lsa sug'urta ishlatadi. Sug'urta to'lov ichidan olib qoladi. Kafillik bo'lsa sug'urtasi olmaysizlar, shu to'liq 17 million 17 million tushadi. Endi misol uchun pensioneringiz bor, kafillikka o'tmaydi. Bu programma pensioner daromad tortolmaydi, faqat ishchilarni tortadi programma. Pensionerimiz bo'lsa, pensioneringiz bilan ko'rishga ham pensionerni o'ziga pensiya oladigan summasiga nisbatan hisoblanadi. Faqat pensionerning foiz bilan mahallaning krediti emas, bu o'zini shaxsiy ehtiyoji uchun bo'lib ajratilgan yuksak foizlar. Lekin ishlaydigan odamlar, budjetda ishlaydigan odamlar, maktabda, bog'chada, bankada ishlaydiganlarga ham kredit bor. Bankka shunday borsa 5 yil, 10 yilda ajratib beradi o'zining kartasiga. Sirasi tushadi, uni xohlagan maqsadga bo'ladi. Boyagi kredit berishda aka bitta hisobga olinadi. Misol siz 2 million so'm oylik olasiz. Siz pensiya olasiz. Pensiyani 2 million olasiz, o'shani 1 millionga loyiq qilib o'z programma avtomatik hisoblab beradi. Misol 15 million hisoblab beradi. Sababi siz 2 million pensiya olsangiz 1 millionni uyning murodotda bola chaqani boqishga ishlatishingiz kerak, boyagi 1 millionni proch to'lovga ishlatish kerak.